Matematikadan milliy sertifikat testida tushgan misolni yechimini ko'rib o'tamiz. Misolni shartiga ko'ra a plus b x ga a ko'paytirilgan b teng y ga bo'lsa, shu ifodani x va y orqali ifodalashimiz kerak. Demak, bu misolni ishlashimiz uchun ko'p vaqt talab qiladi. Demak, buni oson yo'l bilan ishlashimiz uchun a bilan b ni o'rniga son tanlab olamiz. Demak, a ni o'rniga 1 ni qo'yamiz, b ni o'rniga ham 1 ni qo'yib olsak bo'ladi. Demak, ya'ni x deganimiz bu yerdan, ya'ni a bilan b ni o'rniga 1 qo'ysa, x 2 ga teng bo'ladi. Demak, keyingisi a ko'paytirilgan b, ya'ni 1 ni 1 ga ko'paytirsak, y'imiz 1 ga teng bo'ladi. Endi bu yerdagi, ya'ni bu ifodadagi a bilan b larni o'rniga sonlarni qo'yib chiqaman. Ya'ni teng 1 ni ko'paytirilgan 1 ning 3-darajasi plus 1 ning 3-darajasi ko'paytirilgan 1 plus 1 ning kvadrati plus 1 ning kvadrati plus 5 ko'paytirilgan 1 ko'paytiruv 1 plus 2 ko'paytirilgan 1 ko'paytirilgan 1. Demak, buni hisoblab chiqsak, 1 ning har qanday darajasi 1 ga teng. Bu yerimizda 1 plus 1 ning har qanday darajasi yana 1 plus 1 plus yana 1. 5 ga 1 ni ko'paytirsak plus 5 ni o'zi bo'ladi. Plus 2 ga 1 ni ko'paytirsak 2 ni o'zi. Demak, jami bu yerdan ifodamizda, ya'ni buni yig'inda qo'shib chiqsak 11 ga teng bo'ladi. Demak, ifodamiz 11 ga teng bo'ldi. Endi javoblarga e'tibor bersak, ya'ni x, y orqali ifodalangan. Demak, bizlar bu yerda ko'rib turibmizki, x ni o'rniga 2, y ni o'rniga 1 qo'yishimiz kerak. Demak, x ni o'rniga 2 qo'yib chiqsak, birinchisi 2 ko'paytirilgan 1 ning kvadrati plus 2 ning kvadrati plus 3 ni 1 ga ko'paytiramiz. Demak, 2 ni 1 ga ko'paytirsak 2 ni o'zi plus 4 plus 3 ga teng. Buni yig'indisi 9 ga teng bo'ladi. Keyingisi, ya'ni b variantga x ni o'rniga 2, y ni o'rniga 1 ni qo'yamiz. Demak, 2 ko'paytirilgan 1 ni o'zi plus 1 ning kvadrati. Keyingisi 2 ko'paytirilgan 1, 2 ni 1 ga ko'paytirsak 2 ni o'zi bo'ladi plus 1 plus 2. Bu teng 5 ga teng bo'ldi. Keyingisi y ni o'rniga 1 ni qo'yamiz. Ko'paytirgan 2 ning kvadrati plus 1 ning kvadrati plus 3 ni 1 ga ko'paytirib olamiz. Demak, 2 ning kvadrati 4 plus 1 plus 3. Ya'ni buning yig'indisi 8 ga teng bo'ladi. Keyingisi, ya'ni d variantga qo'yib chiqamiz. Y ni o'rniga 1, x ni o'rniga 2 ning kvadrati plus 2 ning kvadrati plus 3 ko'paytirilgan 1. 2 ning kvadrati 4 ga teng, 2 ning kvadrati yana 4 ga teng plus 3. Demak, bu yerda ya'ni yig'indimiz 11 ga teng bo'ldi. Demak, bu yerdagi ifoda bilan, ya'ni bu yerdagi ikkalasini javobi bir xil chiqdi, ya'ni 11 chiqdi. Demak, bizda to'g'ri javob D javob bo'ladi. Matematika milliy sertifikat testida tushgan yana bir misolni yechimini ko'rib o'tamiz. Demak, misolimiz 2 kosinus kvadrat alfa tangens 2 alfa plus sinus 2 alfa ifodani soddalashtiring. Demak, trigonometrik ifodani soddalashtirish. Alfa, ya'ni bu misolimizni ishlashimiz uchun alfani o'rniga biron bir gradus qo'yib yuboramiz. Demak, alfani o'rniga 60 gradusni qo'yib yuborsak teng 2 ko'paytiruv kosinus 60 gradus, ya'ni alfani o'rniga 60 gradusni qo'yib yubordim. Mahrajda, ya'ni bu yerga 60 gradusni qo'yib yuborsam, tangens 60 gradus, ya'ni 120 gradusga teng bo'ladi. Plus bu yerga ham 60 gradusni qo'yib yuborsam, ya'ni 2 ni 60 ga ko'paytirib yuborsam, sinus 60 gradus 120 gradusga teng bo'ladi. Demak, yuqorida 2 ko'paytirilgan kosinus 60 gradusda bilamizki 1 taqsim 2 ga teng, ya'ni 1 taqsim 2 ning cos kvadrati tangens 120 gradusda minusda ildizosti 3 ga teng bo'ladi plus sinus 120 gradusda ildizosti 3 taqsim 2 ga teng. Demak, 1 taqsim 2 da 2 ko'paytirilgan 1 taqsim 4 bo'ladi. Mahrajda, ya'ni mahraj tenglab yuborsam, ya'ni bu tomonga 2 dan bo'lsa, minus 2 ildizosti 3 plus ildizosti 3 taqsim 2 teng
yuqorida 1 taqsim 2 qoladi. Mahrajinda minus ildiz 3 taqsim 2 bo'ladi. Demak, buni soddalashtirib ko'rsak 1 taqsim 2 ko'paytiruv minus 2 taqsim ildiz 3. Ko'rib turibmizki, bu yerdan 2 lar qisqarib ketsa, minus 1 taqsim ildiz 3 bo'ladi. Endi javoblarga alfani o'rniga 60 gradus qo'yib hisoblaymiz. Demak, kotangens alfani o'rniga, ya'ni 60 gradusni qo'yib yuborsak, bu 1 taqsim ildiz 3 ga teng bo'ladi. Keyingisi kotangens 2 alfani o'rniga, ya'ni kotangens 120 gradusda minusda 1 taqsim ildiz 3 ga teng bo'ladi. Keyingisi tangens 2 alfada, ya'ni tangens 120 gradus hosil bo'ladi. Tangens 120 gradusda minus ildiz 3 ga teng bo'ladi. Tangens 60 gradusni o'zida, ildiz 3 ni o'ziga teng. Demak, bizlarda to'g'ri javobimiz B javob. Chunki bu yerdagi qiymat bilan, ya'ni bu ikkalasi qiymati bir-biriga teng bo'ldi. Matematika milliy sertifikatda tushgan yana bir misolning yechimini ko'rib o'tamiz. Demak, aniq integralni hisoblang. Demak, aniq integralni hisoblashimiz kerak. Bu misolimizni ishlashimiz uchun, ya'ni bu misolimiz bo'laklab integrallash formulasi yordamida chiqadi. Lekin bizlar, ya'ni bo'laklab integrallash formulasidan foydalanmay javob chiqaramiz. Demak, x ni biron bir f x ko'rinishida belgilab olishim mumkin. Sinus x ni biron bir j x ko'rinishida belgilab olaman. Demak, f x va j x. Fx deganimiz, ya'ni bu yerda hosila jx, bu yerda boshlang'ich. Demak, funksiyani boshlang'ichi. Demak, bularni oldiga plus, minus, ya'ni shu sizlarda davom etadi. Demak, fx deganimiz bizlarda x, sinus, ya'ni jx deganimiz sinus x ga teng. Demak, sinus x. Endi nima uchun, ya'ni fx ni o'rniga hoslasini x ni o'zini tanlab oldim? Sababi x ni hoslasi 0 ga teng bo'ladi. Ya'ni sinus x ni hoslasi hech qachon 0 ga teng bo'lmaydi. Ya'ni hoslani o'rniga, ya'ni misollarda foydalanishda hoslani o'rniga hamisha hoslasi 0 ga yaqinlashadigan sonni qo'yishimiz kerak. Demak, x ni hoslasi 1 ga teng, 1 ni hoslasi 0 ga teng. Sinus x dan boshlang'ich olsak, minus kosinus x ga teng bo'ladi. Kosinus x dan boshlang'ich sinus x oldidagi, ya'ni minus ishora bilan sinus x ni o'ziga teng bo'ladi. Demak, x bilan minus kosinus x, 1 bilan minus sinus x ni ko'paytirib boramiz. Demak, misolimizni bu yerga yozib olamiz. Pi taqsim 3, 2 pi taqsim 3. X ko'paytiruv sinus x. Demak, ya'ni dx teng. Demak, bundan boshlang'ich bu yerda. Demak, x ni minus kosinus x ga ko'paytirib yuborsam, minus x ko'paytirib kosinus x ni o'zi bo'ladi. Keyingisi minus 1 ni minus sinus x ga ko'paytirib yuborsam, sinus, ya'ni plus sinus x ni o'zi bo'ladi. Demak, buni chegarasi pi taqsim 3 dan 2 pi taqsim 3 gacha davom etadi. O'rniga qo'yib boramiz. Birinchi yuqori chegarani x larning o'rniga qo'yib borsa, minus 2 pi taqsim 3 ni o'zi bo'ladi. Ko'paytirilgan kosinus 2 pi taqsim 3 deganimiz, ya'ni kosinus 120 gradusga teng. Plus sinus 120 gradus o'rta minus bo'ladi. Demak, endi pastki, ya'ni quyi chegarani qo'yib boramiz. Minus x o'rniga, ya'ni minus pi taqsim 3 kosinus 60 gradus plus sinus 60 gradus teng. Demak, bu yerda minus 2 pi taqsim 3 kosinus 120 gradusdagi son qiymati minus ya'ni 1 taqsim 2 ga teng. Demak, bir-biriga ko'paytirib yuborsak 2 pi taqsim 6 bo'ladi. Plus sinus 120 gradusda ildiz 3 taqsim 2 ga teng minus. Ya'ni minus va minus ko'payib ketsa, ya'ni bu ikkalasi plus ishoraga erishadi. Ya'ni kosinus 60 gradusda 1 taqsim 2 ga teng. Ya'ni bu 1 taqsim 2 ni pi taqsim 3 ga ko'paytirib yuborsam, pi taqsim 6 ga teng bo'ladi. Shunda bu yerdan o'rta minus ishora ta'sir etadi, ya'ni ichkariga bu yerga
sinus 60 gradusda ildiz 3 taqsim 2 ga teng. Ko'rib turibmizki, ildiz 3 taqsim 2 lar qisqarib nima qoladi? Ya'ni 2 pi taqsim 6 bilan pi taqsim 6. Demak, mahrajlari bir xil, suratlari 3, qo'shib yuborsak 3 pi taqsim 6. Demak, uchlari ham qisqarib ketsa pi taqsim 2 bo'ladi. Shunda bizning to'g'ri javob B javob bo'ladi. Keyingi matematikadan milliy sertifikat testida tushgan aniq integralga doir misol. Demak, bu misolimizni ishlashimiz uchun nima qilamiz? Yana yuqoridagi misol bilan umumiy holatda bir xil bo'ladi. Buni f x ga belgilayman. Bu kosinus x ni jx deb belgilab yuboraman. Demak, birinchi f x xoslarlik variant, jx boshlang'ich variant. Plus minus, ya'ni shu zaylda davom etadi. Demak, x minus 1 kosinus x. Ya'ni x minus 1 dan xosla olib yuborsak 1 ga teng bo'ladi. 1 ning xoslasi 0 ga teng. Kosinus x dan boshlang'ich olsak, sinus x ga teng. Sinus x dan boshlang'ich minus kosinus x ga, ya'ni kosinus x ga teng bo'ladi. Demak, x minus 1, ya'ni bu ifodamiz bu tomonga qarab ko'payadi, ya'ni sinus x ga ko'payadi. 1 ni o'zi minus kosinus x ga ko'payadi. Demak, izga yozsak, x minus 1 ko'payadi sinus x ga. O'rta, ya'ni minusga minus ta'sir etib ketsa plus kosinus x bo'ladi. Demak, buni chegarasi pi taqsim 2 dan 0 gacha. Demak, o'rniga qo'yib chiqamiz. Demak, birinchi pi taqsim 2 ni qo'yib yuborsak, pi taqsim 2 minus 1 ko'paytirilgan sinus 90 gradus, ya'ni pi taqsim 2 deganimiz 90 gradus hisoblanadi, plus kosinus 90 gradus, o'rta minus, endi quyi chegarani qo'yib chiqib, o'rniga qo'yib chiqsak 0 dan minus 1, ya'ni x o'rniga 0 qo'ysak, ko'paytirilgan sinus 0 plus kosinus 0 gradus teng pi taqsim 2 ni minus 1, chunki sinus 90 gradusdagi qiymat, ya'ni son qiymati 1 ga teng, plus kosinus 90 gradusdagi son qiymati 0 ga teng, minus bu yer plus bo'lib ketadi, ya'ni 0 dan minus 1 olsak, minus 1 ni o'zi minusga minus plus bo'lib ketadi. Demak, sinus 0 gradusda baribir 0 ga teng, bu yerimiz 0 minus 1 ga teng bo'ladi. Demak, pi taqsim 2 minus 1 ga minus 1 ni qo'ysak minus 2 bo'ladi. Demak, bizda to'g'ri javob B javob bo'ladi.